Hozirgi paytda O'zbekiston sharoitida uy uchun eng kerakli texnika nima deb o'ylaysizlar? 3 sekund vaqt olib ko'ringlar-chi. Topa olmadinglarmi, bu очиститель, увлажнитель bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? O'zbekiston sharoitida eng kerakli texnika deyapman. Bilib olgan bo'lsanglar, Toshkentda hozir juda yomon bo'lib ketyapti, ifloslanib ketyapti, nafas olish ham qiyin bo'lib ketyapti. Bitta mana shunaqa uylarga очиститель olib qo'ysanglar, o'zingizlarga, yosh bolalarga, yosh kattalarga juda foydali narsa hisoblanadi. Bizda sotuvda Lamoda очистительlarimiz bor. Ko'rishinglar mumkin. Bu 4 vaddon bo'ladi. Havoni tozalaydi, namlaydi, namlaganda ham parvalanmasdan, естественный, ya'ni suvni zarralari milliontaga bo'lib chiqarib beradi. Buni bemalol xohlagan joylarga qo'ysanglar bo'ladi. Uxlayotganingizda yoningizga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Yosh bolalarni gullarni oldiga bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari ventilator qilib ishlatsanglar bo'ladi, aromatizatор qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, upravlyaniyasi полностью sensorli bo'ladi. Nочной rejimlari bor, avto rejimi bor. Undan tashqari suv tugab qolganini ham ko'rsatadi, timeri ham bor. Undan tashqari RGB podsvetkasi bo'ladi o'zida buni. Ko'rishinglar mumkin, bunimiz 40 kvadrat joy tozalab bera oladi. Suvning yomkisi 3 litr bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, очистителimiz ham filtri dumaloq, qalin katta bo'ladi. Bu har qanaqa changlarni, mikrobakteriyalarni o'zida ushlab qola oladi. Mana ichiga bunda suv solib qo'yasiz, suvda turadi. Bu filtr постоянный, lekin buni ishlatishga qarab 9 oy, 1 yil, 6 oyda almashtirish kerak bo'ladi. Xudo xolisa filtrlardan muammo yo'q. Ko'rishinglar mumkin, o'zimizdan bemalol yana sotib olsanglar bo'ladi. Ko'p очистителlarni bilsanglar, уже yarim yil, 1 yildan keyin filtrlarni topa olmaysizlar. Bizda постоянный bo'ladi. Bu Xitoyda ishlab chiqargan Lamo очистительlarimizga 15 oy to'liq kafolati bilan bizda eng minimal narxlarda, ya'ni 66 dollardan bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Videomizni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlantirib qo'ying, like bosinglar, fikringizni kommentariyada yozib qoldirib, bu videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.